программаны Жоңғар дөшмі хабарлашчы Шинжаң шөбесі алайда талап қылған. Mamsa. Ta'sirli bilvol muzika, muntisiz to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqarayli. Jumhur ko'chma aloqasi uchur mutaxassisi. Arman bilan ishlarimiz ormay. Mo'sulning mashribida jur bo'ldi bizlarga arman. Yamoq to'qtanning quvvati, arman bilan oshdi qimmati, arman bilan oshdi qimmati. Orman qadrdan cho'ngla quvvat talqini. Her zaman her evde bovaqlarning hammasi analarning qo'llariga talmirishidir. Chunki shu mehribon analarning qo'llari shu damda bovaqiga sabila quvvat bo'lmoqini tayyorlab berish bilan aldirash. Tarkibida har xil vitamin, mol oqsil va minerallar bo'lgan yuqori fan texnika bilan bovaqlar uchun maxsus ishlangan sabila quvvat bo'lmoqi bovaqingizni sog'lom va shodman qilg'usi. Bovaqlar sog'lomligi uchun sabila bovaqlar quvvat bo'lmoqi. Erlik şunasının sergisi Doğdu Doktorxanası. Hürmetli televizor görgüçüler, bizning bu dunyoga qandoq yorilishni tanlash huquqimiz yo'q. Lekin yaralgandan keyin qaysi xil usulda yashashni tanlash huquqimiz bor. Biz bugun bizning suhbatimizga ikki yoshni taklif qildik. Ular o'ziniki sharoitiga mos holdagi sog'lom bo'lgan yashash usulini tanlab, kirishib yashayotgan yoshlar. Biz ularning ro'yining bizning jamiyatimizda nurg'un yoshlarga ilhom bo'lishini umid qilamiz. Ularni tanishtirib o'tsam, Nurgul Illiq Dunyo o'ylab davolash markazining qurg'uvchisi Nurgul Muhammad. So'zimizda aytib qo'ygan bir mehmon Misronim Tor bekitining qurg'uvchisi Abubakri Muxtar. Sizda mushta o'zingizning meyipligi nisbatan boshqalarning og'rinish kayfiyati bo'lganmi? Basini ikki qo'li bilan tutib mangandan keyin dastlabda mangan chog'da dollarga og'irib tug'ilib o'zimni shu normal kishilarga o'xshash deb o'ylaydim men. Nurgul bilan tanishgan uzun bo'ldi, ha? Ha. Sizlarga tanishqilay menimcha 15 yil bo'lib qoldi. Ha. Siz ayni chog'da o'sha Illiq Dunyo san'at o'migida naqsh etdingiz, to'g'rimi? Shu chog'da sizning naqshingizni anglab men nihoyat ta'sirlangandim. Tunji qadam ishtiboq teatrxonada ko'rishga. 15 yil oldin bu ko'zoyningiz shunday yarishibdi, hali ham shunday yarishib turibdi. Rahmat. Demek bu ko'zoynak bir masalani ifodalaydi, ya'ni sizniki ikki ko'zingizningki ko'rish quvvati yaxshi emas, shundaymi? Oldi bilan siz o'zingizningki shu balliq davringizni bir eslab boqamiz. Balaliq vaqtimda besaq, xo'shallik vaqtimizim bo'lgan, qayg'uliq vaqtimmi bo'lgan. Nima uchun deganda men tug'ilib o'zimni shu normal kishilarga o'xshash deb o'ylaydim men. Atrofimdagi bolalar, tuqqanlarim bo'lsin, bu ojizligimni faqat menga bildirmagan. Men shu 7-8 yosh kirgan vaqtlarda, shu maktab eshik to'shqa vaqtlarimda menga bek ta'sir qilgan shu maktabga berish jarayon bo'ldi. Mening do'stlarim bo'lsa birdan ikkidan oldigan yoshlar maktablarga berib o'qidi. Men boramadim. Andan o urug' tuqqanlarimdan, do'stlarimdan so'rasam, mening ko'zimning ojizligini shu chaqda menga amaliy ahvolim deb berdi. Siz 7-8 yoshlargacha o'zingizningki ikki ko'zingizni to'liq ko'rmaydiganligini unda deb his qilmaydim men. His qilmaysiz? Ha, atrofimdagi bolalarga o'xshash deb o'ylaydim. Demak, bu yerda bir masala noyati aniq. U bo'lsa-mu, shu qachonda balliq davr menimcha insonlarningki intayin barobar, intayin xo'shal bir davr bo'lishi mumkin. Endi Abubakr sizniki shu ikki putingizniki menish iqtidorimi toza mukammal emas, shundaymi? Men tug'ilib shu 9 oylik bo'lgan chaqda bir qatimliq qizib qilish bahonasi bilan uydagilar doktorxonaga jiddiylashib olib borib, shu yerda o'qil olgan bilan shu menish iqtidorim bu erkinlik tatilinde hem de dadam apam 6 yaş 7 yaşlargacha ko'tarib yurib, ashuna apash qilib yurgankan, boshqalar qarsam yerda tang apasi bilan dadasi bilan qo'l tutishib menib yursa, meni ko'tarib olgankan, bular meni avladim, aziz bildi-ku. Men his qilmayman-da, chunki o chaqda kichik vaqtimda hasi yo'q. Men mang'anmayman. Birayga menish to'g'ri kelsin ko'tarib olib qo'ygankan, mayli kinolarda ko'rgandek bir xil e'tiborliq o'zim boyvachilarning bolasidek bir xil baxtiyor turmush. Demek sizmi balkim shu 7-8 yoshlar kelgan chog'da bu xil ro'y besim isqon bo'lsin. Asığı rasmiy tushib, basini ikki qo'li bilan tutib,
mangandan keyin dastlabda mangan chog'da dollarga og'irib mengib turib qilgan ishlarni qilolmagandan keyin asli men mana ekanman deb. Siz qancha yoshda hozir tutqandingiz? 7 yoshda tutgan. 7 yoshda. 17 yil bo'libdi. Bu yoki odam sabablikmi yoki bu bir tug'ma hodisami? Shuni bir deb basak Nurgul sizni qanday qilgan? Meni deb esaqamda men opam rahmatlikninki aytishni anglasam shu amaldor bo'lgan vaqtida balkim shundaq bir dorilarni yeb salgan bo'lishi mumkin. Tibbiy o'rgangandek hozir o'zim bilib yetdimki, shu amaldor bo'lgan vaqtida amaldor bo'lgan kishilar masalan aspirin deydi, undan bosh og'riq darisi deydi, shunda dorilarni yeb salsa shu amilninki shamidan ta'sir qilganini men bilan ko'zga kelgan. Bu doktorlarning qo'ygan diagnozi shu shundaq bir dori sababdan bo'lib qolgan glaukoma deb chiqadi. Siz ayni vaqtda ahvolni bayqagan chog'da balkim opangizga ochiqlangan bo'lishi mumkin. Bir kuni munda bo'ldi. Bizning mahallaga shundaq bir cho'ng bir traktor to'xtabdi endi. Shu traktorga bizning bu bolalar chiqib, tushib degandek bir faoliyat olib bordi. Shu faoliyatga qatnash o'zimga qulay bo'lib qolganlikdan bu bolalar dedi-da, siz o'tirib, yanda o'tirib ko'r, anglang bizningki o'ynaganimizni deb shunda dedi. Debdi shunlar men bir 5 minutlik shunda o'tirib baqdim. O'tirib baqatam ichim bek siqildi. Shundaq bir ochiq jig'i tutdi meni. Shunlar uyga kirdi, ham o'zi bir xil o'zim ko'msam his qilardim. Shunda bir illiq holatda tamoq etayotgan to'q. Shundan kiribman dedim-da, "Apa, siz nimishqa meni shundaq ojiz tug'ib qo'ygandingiz?" desam, apam shu vaqtning o'zida shunchalik bearam bo'ldi, 4-5 minutgacha gap qilmay jim o'tirib qoldi. Balam bo'pti, men bir kun sinasini achqib shu o'sha o'z qo'lim bilan yo'tlab achqib o'yintib akiray deb shu gapni dedi. Undan keyin shundan men o'zim bek azoblandim, o'zim so'rg'indan shunchalik xijil bo'ldim. Garchi ko'ramsam, shu opamniki jimjit o'tirib yosh to'kin his qila oldim. Shundan keyin endi opam shundaq bir savollarni so'rmaydigan bo'ldim. Abu Bakr, sizda mana o'zingizning meyipligiga nisbatan boshqalardan og'rinish kayfiyati bo'lganmi? Men faqat vaqtliqmi mana shunday o'xshayman, hammani saqib ketman degan bir xil to'yg'i bor menda. Cho'qim saqayman. Hozir shundoq bor. Hozirga saqayman, saq hozir. Shu maktabga kirgan chig'imdamanmi? Hamda bir qitim shu yeni atletik musobaqasi deb kirishimizga u ishlar boshlandi. Maydonga hammamiz chiqib bir xil musobaqalarga qatnashib, natijalarga erishib qildim. Men o'yladimda, bir o'g'il o'ltirib, men cho'qim qatnashsam, shularni yengalayman. Lekin nima ish qatnashamayman deb uyga yurib, shu kuni qattiq yig'ildim. Yig'lab, "Apam nima bo'ldi? Mashina bo'ldi, men ma'lummaydi ekanman. Men nima ish bunday bo'lgan?" deb apamdan shu chaqda so'rayman-da men. Apam shu bag'riga besib yig'lab bilan, "Seni men miyib qilib qo'ygan." deb o'zini ayiblash psixikasi bak kuchlikda. Endi bir qitim shu operatsiyaga tushgan chog'imda 8 yoshda. Dadam menga bir o'yinchiq olib berma deganda, o'yinchiq olib berma deb, u o'yinchiqni olib bermay operatsiyaga kirib ketib qoldim. U aldirashchilikda ular jig'izarda qolibdi. Qolgandan keyin men maslikda yeshilib, bilinmaslar, meni o'yinchiqim qan deganka, dadam bechor chiqib soat 11:30 bo'lgan chog'da. Chiqib butkul Urumchidan o'yinchiq topolmay, 3000 ko'y pulni o'g'irib berib qaytib ketdi. Endi u chog'da 4 bola oilani boqmoqda. Shu chog'larda dadamning dadliq mehridan shunchalik qayb. Birlar bo'lgan chog'da akapti. Yani pulni jutirayotgan. O necha yosh vaqtingiz? 8 yosh vaqt. Uni unutmaysiz shunami? Unutmayman. Nurgul balkim sizni mo davolda shuncha qilishqangu deymatdingiz. 8 yosh kirgan vaqtimga, shu vaqtlarda bir operatsiya qilish to'g'ri keldi. Shu chaqda bir oy kutdik biz, bir oy kutib o chaqlarda karvat shunchalik qis vaqtlarniki, bir oy kutsakmi karvat bizga tegmabdi. Shundan opam o'zi bozordan bir yillikqa qatlangan karvatdan birini setib akelib, shu koridorga qo'yib yozsak bo'lamdi deb shunchalik darajada doktorlarga yalvarib qilganda, doktorlar mendan opamning kelqi o'z farzandiga bir xil bergan mehribonligini qoyil bo'ldi-da doktorlar. Qoida tuzumlarni buzib, bizni shu koridorda yotqizdi. O'zimizga kelgan karvatda yana. Bir haftadan keyin hamda o'sha jiplan sökib uyga yenib kelishga to'g'ri keldi, yenib kelish to'g'ri kelganka taksi deganlar yo'q o'xshaydi. Avtobusga o'zi ko'tarib chiqib meni, shu avtobus shunchalik qisqanliq hamda bir ko'tarib meni agagan iniq shu ishni iniq esimda. Uyga yenib kelgandan keyin men ko'zim og'rib ketdi deb qolib qilsam, opam shu duttalarni chap berib, naqshlarni aytib berib, yikaylarni aytib, shu bir amal qilib, shu og'riqni unutuldiray deb shunchalik tirishchilik ko'rsatdi. Bütün jismoniyatni sog'lom bo'ladimi, sog'lom ro'y holatga yoki psixik holatga yetishda bu yerda buni aytib bir kuchli asos paydo bo'lishi. Endi saqlagan bo'lsak, balkim o mehrlarga erishib bo'lishimizni atayin bo'lishi mumkin.
hozirgi normal bolalar uchun bek 8 yosh uydan ayrılib, shu yataqda yetib o'qiydik biz. Har ikkingizni ota-onasida balkim sizlarga nisbatan bir xil qarzdorlik tuyg'usi bor, shundaymi? Abbaga balkim sizniki shunday qilaymi? Hozirgacha shunday deydi. Seni men shu chaqda bir qizib qolgan chaqda appamgan bo'lsam bo'pti deb. U shu chaqdagi menga o'rlashtirilgan taqdir o'xshaydi, men uningga tan berdim endi. Lekin ojizlik ustidan g'olib kelish uchun izchil terishchilik ham jamiyatda ko'p qism yaxshi niyatli kishilar ota-onalarimizning mehri hamda saqlagan bo'lsak balkim u mehrlarga erishib bo'lishimiz notayin bo'lishi mumkin. Demak, seniki jamiyatda butun jismoniy jihatdan sog'lom bolalarmi, sog'lom ro'y holatga yoki psixik holatga yetishda bu yerda bir kuchli asos paydo bo'lishi mumkin. Odatga normal kishilar silishtirganda bizningki irodamiz, qanday bir ish qilsak tirishchiligimiz shunchalar zo'r deb o'ylayman. Jismoniy jihatdan sog'lom bo'lsa, hisob emas, psixik jihatdan sog'lom bo'lsa, har qanday bir qiyinchilik, har qanday bir nima ishlarga duch kelgan vaqtida shu sog'lom psixik bo'lsa, shuni yengib besib o'tkil bo'ldi deb o'ylayman. Yashash turmush usuli jihatda zo'r qiyinchilik uchraganligini his qilgan chog'da balkim bu jihatda nurg'unlagan psixik to'qnashlar paydo bo'ldi, Bu to'qnashlarni dastlabda sizlar cho'qim agar o'zinglar qo'yib bersa, buni yengib ketishingizni atayin. Buni sizlarning qishinglardagi mushu xil o'xshash qismatga duchor bo'lgan ota-onalarning yoki tarafinglardagi odamlarning o'rtaq tirishchanligi bilan sizlar bu xil psixik to'salg'ulardan o'tdinglar. O'tgandan keyin endi ikkinchi bosqichda sizlar jamiyatga qo'shish kerak. Jamiyatda sizlarni bir kishilik yashashinglar kerak. Buning uchun ikkinchi nishon, ya'ni sizlarningki o'zinglarga mos keladigan ma'lum xizmat bilan yashash, turmush kechirish yo'linglarni bekitishinglar. Bu jihatda lekin mening bilishimcha Nurgul siz nihoyat burunlar shu opingizningki shu naqshi muzika iqtidoriga varislik qilib siz shu naqshi aytish kasbini tanladingiz, shundaqmi? Men kichigimdan shu opamningki allay naqshlarini ham ammo shu beramda kasal azobini tatayotgan vaqtimda tutachab aytgan naqshlarni anglashim mumkin. Shu kichigimdan shu naqsh aytishga shunchalik qiziqdim. Biz ammo amala maktabi bor. Maktab kirgandan keyin bizga kichik sahna hozirlab berdi. Hamda bundaq bir bolalar bayramdaydi, shunday bir faoliyatlar bo'lgan vaqtida men Nurgul bir nom chiqqan kichik bir cho'lpon bo'lib qoldim desam bo'ldi maktabda endi. Abubakir, sizmi chog'da siz maktab kirib bolalar bilan normal o'qishni davom ettirdingiz, shundami? Opamlar u chog'da shu maxsus meni opirib akilib, hamma bolalar ketib bo'lib saqlayman gayda. Opamlar burun kap qilib yarim soat, 1 soat saqlaydigan ahvollar bo'ldi. Ularning saqlig'ini to'sam men bir xil bo'lib qolman. Ko'nglim azoblanadi. Lekin mening saqlig'imni ko'rsa ular texmi xapilmagan deb meni kechirim so'rab qo'ydi, o'zini gunohkordek his qildi. Hamda shu jarayonlarda o'qib, saq kishilarga o'xshash o'qidik. Hammamiz o'qiydi ekanmiz, lekin o'qishning ichida men shu normal o'qiyotgan bolalardan bir ortiqchiligim bilan o'zimda bo'lgan ojizlikni besib tushmasam, men yana bu maktabda shallanib qolmaydigan bir ideya bilan o'zimda chiqdim, etotlarni yozib, maqolalarni yozib, xatlarni nima qilib yurib, etotni shu bir chog'da bir faoliyat bo'ldigan vaqtda seniki bir 10 qiz bola maxsus atiganda kelib, shu usulga tayyorlik qilib, 2 oy mashq qilgan. Men ularning mashqligini bilmayman, lekin men shu fursatni qo'ldan berayotganim yo'q. Ash sahnaga men cho'qim chiqaman. Ya naqsh aytdim, ya nima ish qilsam bir narsa qilib chiqaman degan tuyg'u bilan men bir hafta tayyorlik qilib, oxirida sonni yo'llagan kishi men bo'lgan-ki, o'zimning nomerini yo'llab mahayaga. Andan o'zim o sahnaga chiqdim. Chiqib etotlarni o'rlaganki, o qiz bola tillab qolib qoldi-da meni. Bak shaxsiyat chiqansa, nima ish qilib. Chunki vaqt fursat yo'q. Men undaq fursat ya keldi, ya kelmaydi. Men cho'qim shu fursatni qadrlashim kerak-da. Tang'amda menga ya istashlik qildimmi, birinchi qilib qo'yibdi-ku shu chaqda. Shuni bilan texmi hayajonlanib hamda bu biz terishsak, hammasining qo'llashiga, olqishiga erishib, bizni sen ojiz emas, ashad turishga munosib degandek bir xil tuyg'u bilan qat'iy o'zimizga nisbatan besim hosil qilmay ekanmiz. Hamda Nurgul, sizmi demak shu keyin o'zingizning orzungiz bo'yicha maktabda amala maktabda o'qidingiz. Amala yezig'ini o'rgandingiz, shundaqmi? Amala yeziq. Bu amala yezig'ini o'zish balkim sizga tas kelgan bo'lishi mumkin. Hamda u yeziqma qo'limiz bilan silab tepadigan mana bir xatga u. Shunda bo'lg'achqa boshda yangi kirganki, men kichik kirgan endi 8 yosh, hozirgi normal bolalar uchun 8 yosh uydan ayrilib, o'sha yataqda yetib o'qiydik biz. Mushkil soat 8largacha uygunaman, atdigan soat 4 qo'pib uygunaman degandek ashunda qilib, oxiri bir kunlarda shunda bir yetishib chiqdim bolalarga. Ya'ni cho'qim siz bunda xanzuch yeziqni o'rganasiz, shundami? Ha, xanzuch tilni qo'ldan tutib xanzuch xatni o'qishni o'rganasiz. Birdan bir qiynalganim xanzuch til bo'lib qoldigan, o chog'i yangi maktab kirgan vaqtida. Ammo men qanday qildim desangiz, shu bir oy uyga yetib kelmadim, izchil maktabda turib. Ya'ni shuni siz shunda qilib izchil turda o'qib, oxiri amala yeziqda o'qib, ondan keyin shuningda, ya'ni jo'ng'icha ulab davolash kasbi bo'yicha oliy texnikumni bitirgansiz.
Demek bu jarayonda siz qanday aytgan chaqda rasmiy mush kasb bo'yicha oliy maktabni o'qidingiz endi. Amala yezig'i desa biz nurg'a odamlar qanday yezig'ga o'qimaymiz, Bu yezig'ni bir ko'rib olsak deyman, Bu shu amala yezig'i ekan. Amala yezig'i hozir bu qog'ozning ustida müdür cho'qur xatlar bor ekan, lekin biz buni tonimaymiz. Bu xatlarni siz o'qiy olasiz, O'qiy olmayman. Lekin bu amala yezig'ida yozilgan jo'ncha tutib davolash ilmi ekan. O'tirdim bir batni ichib ko'rsatib baqsam siz bir o'qib baqsangiz, Bo'ldi. Moyana besak mana mau 2 degan xat. 2骨关节触诊的内容，骨关节触诊的内容。小2骨折触诊的共同特点，骨折和功能障碍又不一样。Mashunda xatlar. Endi siz bir xat yozib bersangiz, Demak, bu xat yozdigan taxtanglar bunami? Maya qistirib, anondan keyin qursa katak sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 deb. Odatda biz imtihon bergan vaqtida shu 7 katakni o'tkazib deb, endi o'zimizning ismini yozamiz. Hozir men o'zim ismini yozdiray. Mana mau yozgan vaqtida shu o'ng tarafdan ma taraf qaratib yozamiz. Nima uchun deganda buni ko'rgan vaqtimizda mana o'rib ko'rishimiz kerak. Ma tarafdan, sol tarafdan o'ng taraf qaratib ko'ramiz. Mana ma hozir yozilgani, ma ustidagi o'xshash mening ismim mau. Nurgul degan xat mau. Undan keyin mau Shijar degan xat mau, intam qog'ozi degan xat. Mushunda yozilib chiqadi. Ko'rinib turibdi, bu menimcha intan qiyin buni o'rganish, Odatda normal sharoitda yezikni o'rganishimizning o'zimi intayin qiyin. Endi Abubakr siz boya aytgandek tirishchilik ko'rsatib, mening bilishimcha 11-sinfgacha nihoyat yaxshi o'qibsiz, Ya'ni sinfninki sinf boshlig'i o'qibsiz. O'qib hamma jihatda boya aytgandek tirishchilik ko'rsatibsiz. Sizning shu to'liqsiz o'tirib kelgan vaqtda nihoyat cho'ng bir burilish hosil qilibsiz. U vaqtda sizmi Nurgulga o'xshash ayni vaqtda shu kichik naqshchi, kichik cho'lpon bo'lmoqchi bo'libsizmi? Shu u chaqda kishilar olqishlasa, hamda ovoz bor, bizda qiynalish yo'q. U men tushirib o'qiydigan narsa bo'lmaganki, o'qib men dastlabki qadamda shu neftdash atrofda taqib, neftning televiziya stansiyalari qo'yib berib meni rag'batlantirdi. Endi postkamni aytishda shundami? Hammamiz qo'yib bergandan keyin u televiziya stansiyasi bizga moslashib, bizni rag'batlantirib, ular qo'yib bergandan keyin hammasi naqshaytdi. Texmi ro'yimiz siz postkamda televizor naqshaydingiz. Hamma u chaqlarda muhabbat naqshlarini o'qib shunda chiqqan. Shu chaqda siz hatto butun Shinjon uchun musobaqa qatnashibsiz kelishnami? Taklima qilmoqchisi degan bir musobaqa qatnashgan. Shu chaqda ishqasi bilan shu operatorlar dedi, bu asini chiqamaydi, sen bosh tarpon chiqadi. U men boshqaznimniki kasallanmas yo yurak deb emas bu. Bu asi degan meni eng kuchli quralim, sizlarning ishqi putonlarni kesasiz, menga chiqiraveringlar, meni keyin yutib kelsam shu assi va Abubakr desa har qanday odam topalaydi deb chiqaranglar deb shu chaqda asli bilan aytib shu 10 ning ichiga kirib shalinib ketgan. Ya'ni Shinjon bo'yicha 10 naqshning ichiga kirgan shundami? Lekin siz shu oliy maktabni o'qimabsiz, nima? Shu naqsha qilish shu fursat bilan mayga kelib qoldim. Kelgandan keyin menda bir istak bor. Qachon Urumchida yashab baqsam bo'lar deb izchil intilish bor. Kelgandan keyin shu birinchi bo'lib men naqshi kallamda yo'q. Har qaysi oliy maktablarga berib ko'rgandan keyin u oliy maktablarning doirasi goyining doiralari shu bizning shu neftdan cho'ngroq ashunaq keladigan doirada ko'rdim men shu chog'da. Ko'rib bu men planmoqdakman. O'cha qandaqdir bir irodasizlik bilan o'qishdan chekinmadim. Taqdirimga tan berish orqali men bu xil kasallikni tashlatib bo'pti hamda puchat qilinmaygan ish bo'lsa kalla jihatda yoki qo'l jihatda qiladigan ish bo'lsa men uzib chiqalayman-ku. Ya'ni cho'qim shakl jihatdagi men oliy maktabning diplomini ilishim kerak deb o'ylashingizning hojati yo'q. Hojati yo'q. Men cho'qim amaliy bir ish qilsam, hamda o'zimizning niyat ekanligini bildirmaydigan. Baldiraqani o'zingizni bir qiziqishni tepib kirishingiz kerak. Shu dastlab shu bolalikda kirgan hissiyot bak cho'nqur, kuchli irodalar bo'ldi ekan. Ya'ni shu chog'da siz kaskinlik bilan cho'qim men ma'lum degan o'tirib ish qiladigan kompyuterni shu mangulik kasb qilman dedingiz. Shu chog'da men shu o'ltirib uni hech qanday boshqa bizda jismoniy kuch talab qilmaydi bu taraflardan. Shunga men mana shunday ishlab hukumatning cho'ng o'rinlarida maxsus kompyuterni boshqarib turib men shunday yerda ishlayman degan bir orzuyim bor ham. Yig'ib aytgan joyda baxt degan bir tuyg'u masalasi shundami? Sening ayg'ing yo'qligini bilib, ko'ngling yerim bo'lganda
boshqalarning putining yo'qligini sen ko'z oldingga keltir. Gider buldum, gider. Endi Nurgul, demak siz ayni chog'da bu maktabni yaxshi bitdingiz, ha? Lekin sizning orzuyingiz naqshchi bo'lish. Mening bilishimcha siz keyin xeyli to'nilgan cho'ng cho'lponga aylandingiz, ha? Men shu o'rta texnikum kirgan vaqtida bir mavsum kallamga faqat dars tushmadi. Nima uchun siz ideyarimni o'tmagan keyin, lekin men o'yladim, bo'pti, bu bir yo'nalni o'rganib olib, bu shu yo'naldan topgan mablag'ni shu o'zimniki orzuni amalga oshirish uchun shuning mablag' solsam bo'ldi ekan-ku deb o'ylab, endi shu o'ylab davolash kasbini shunchalik yaxshi o'rgandim endi. U jarayonda men shu san'atni tashlab qo'ymadim. 95-yili biz shu 521 odam Şinjan shaharlik Urumchi radio stansiyasidan uyushtirgan bir karaoke bir naqsh etish musobaqasi kelib qoldi-da. Ashunga men qatnashib shu ikkinchi bo'lib chiqdim. Butun Şinjan bo'yicha ikkinchi bo'ldingiz shunda? Ha, butun Şinjan bo'yicha ikkinchi bo'ldim. O'zimningki orzuyimni amalga oshirdim. Endi shu plastik ishlab chiqarishdim, shu ishlab tepib, qahlarningki ulash markazlari topgan pullarimni ashunga ishlatdim. Shunga siz keyin Illiq dunyo san'at o'migida nurg'un naqsh etdingiz, ha? Ha, Illiq. Butun Şinjanni aylanib naqsh etdingiz. Ha, shunda bir planlar bo'lib, orzuyimga yetaychi deb turgan vaqtida shu Illiq dunyo san'at o'migi radioda bir e'lon bagini olib qoldim-da. Shundan men bir intan berib baqsam bo'ldi ekan deb basam shu chaqda endi aytgan naqsham bularga shunchalik yarab ketdi, men shay o'tib ketdi. Naqshni voyaga yetkazib aytdingiz, ha? Mening bilishimcha siz shu Meyiplar olimpik musobaqasida naqsh etdingiz. Shundami? Ha, 2008-yili shu Şinjanda mashal yetkazish operasiga men ega bo'ldim. Andan keyin shu bizning Şinjanda Onargul grupimiz vardı. Şu grupni biz Beyjing naqsh etishga bizni tanlabdi. Shu chaqda bizning aytganimiz number 1 deb bir naqsh bor. Uni shu Lyoda Xodab amimizga ma'lum bir naqshimiz var. Shuning bilan birga 10 o'lkadan tanlangan 28 nafar naqshchi shuni birga turib shuni aytdik. Andan keyin Beyjing men seni suyman degan bir naqsh var. Shu naqshni aytib chiqdik. Abu Bakr, siz boy aytgandek siz bir qarorni qildingiz. U bo'lsa cho'qqim shu kompyuter sohasida davomli izlanish, ya'ni oliy maktabni o'qimasdan qaror qildingiz. Menimcha bu shundoq bugungi davrda shundoq bir qarorni qilishning o'zi intayin qiyin. Nurg'unlagan 5 a'zoy sog'lom bolalarmi aldirab bunday qarorni qila olmaydi. Chunki bunday qarorni qilsa, jamiyatning umumiy ideyasi bilan to'qnashib qoldi. Demak, siz shundan bilan izchil turda taqdim qilish ro'yi bilan kompyuter sohasida izinib keldingiz, shundami? O'zligimni o'rgandim. Endi men u chaqlarda o'yladim-da, ma'amsam nima bo'pti? Sunib ketgan daraxtmi meva berdi ekan-ku. Men ma'ammadim deb bu xil nima bilan va uyda o'tirib yoki hech qanday narsa o'rganmay, ota-onam baqirdinsam haqiqatan baqirdim. Lekin kunlarim hozirgidek ma'nilik bo'lmasligi mumkin-da. Kompyuter sohasiga shu xil kuchlik bo'lgan irodam bilan kirib, hozirgacha shu kasbni tanlab o'shkiga bo'pti. Yani davomli boshqalarning uchun haqsiz ishlab berdingiz, shundaqmi? Shundoq bo'ldi. Ularga haqsiz ishlab berish badaliga men nurg'unlagan oliy maktabda egallayolmagidek bilimlarni, kishilik munosabatlarni, shu to'g'ridagi har xil darsliklarni, maktablarda o'tmagan bilimlarni shu yerdan to'pladim, o'zim o'rgandim, izchil terish. Nurgul, siz hozirgacha naqshni yaxshi aytyapsiz. Siz qaysi naqshingizni eng yaxshi ko'rasiz? Men shu mahrum abaylar turdikam yana Ahmadjon Qurbonning tekstini yozbaga Illiq dunyo degan naqshamni bek yaxshi ko'raman. Shuning shu o'lab davolash markazimni Illiq dunyo deb qo'ygan. Bizning san'at o'makmi shu Illiq dunyo deb markamiz bor endi. Andan keyin o'lab davolashda sizniki hozir bir necha do'koningiz bor ekan, ansam, shundami? Ha, 3 yerda do'konim bor. Buni qanchalik mablag' soldingiz? Bununla aldikayni ish qilib 200 ming qo'ycha mablag' ketdi bunga. Hozir mening bilishimcha sizning xaridorlaringiz intayin jiq ekan, ha? Odam uzilmaydi ekan, ha? Ha, muqim xaridorlarim, to'g'ri. Endi Abakir, sizninkimi, demak, oxiri nishoningizni amalga oshirib siz shu hozir Uyg'ur tor bekatlarining ichida nisbatan ta'siri cho'ng bo'lgan Misroning tor bekatini qurib chiqdingiz, shundami? Shunday. Hozirgi bu tor bekatningki ahvolini bir aytib beramiz. Dastlabki vaqtlarda men shu bir ko'ylar ish boshlab ekanman. Bir ko'ylar. Umum qo'shib kelsak 300 ming qo'ydan ortiqroq. Mana shu tor sohasiga mablag' sarf bo'ldim. 5 yilgacha bir mo'cha zodi kirim qilib boqqan oltim yo'qdi. Endi hozir kelib endi shu torbat o'zining beqib yana menimi va boshqalarning qo'li qartib qo'ymag'idek. Men kasbda ancha-muncha o'zimdan tep yalaydigan holatga keldim. Bag'ansa torning ko'rish iqim miqdorlari eshib, bir kunda ko'rgan umumiy san 400 mingdan 500 minggacha shunchalik songa yetdi hamdi. Undan boshqa sizning yana bir alaylingiz. Siz Urumchida tunji shu ikki pulingiz meyib bo'lsa-mu? Ya'ni shu mashina paydadingiz, shundaqmi?
Başta mashina emas, bir uchoq motosiklet hamda bir neft tashini haydab yuraytimda. Maya kelgandan keyin bu Urumchida taksi to'sqil bo'lmagan degan yerimizga berib olamman. To'rda o'zim u naq Urumchida yo'lga qo'yildi deb, yo'lga qo'yilganiga bir 20 kun bo'lgan vaqtda men ko'rib qolsam bo'ldi. Yana meyiplarning mashinada chiqarishni. Ha, mashina edishi. Shuning bilan shunday bir tizim bilan 3 oylik jaboliq o'qish, mashq qilish, aptoplarda kuyib, oxir o'zimiz rol tutalg'idek bo'lib, shu o'qish bitmaylam aldirab ketib mashinalarni elib hozirgi ishlarimiz endi burunga qaraganda ko'p tezlashdi. Şinjan'da shu meyiplarcha tunji, shu pravni olgan odam bo'ldingiz, shundaqmi? Uyg'urlarning ichida shunday bo'ldi. Endi hozirga qadar 400 dak odam elib bo'libdi-yu. Shuning ichida eng yosh menkanman. Sizlarniki beshinglardan nurg'un issiq sovuqlar o'tdi, ha? Sizlarniki shu ro'yi dunyoringlardan ma'lum masalalarga ko'z qarashinglarni anglab olsak, ha? Masalan, xizmatga qanday qaraysizlar? Menimcha shu qo'lingizning kagidek, shu atrofingizda kishilarga muhabbat yaratqidek xizmat bo'lsa qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, xizmatga kelgan vaqtida cho'qim u cho'nkan kichikkan deb tanlamasak bo'ldi. Yana bir gap, shu biz hozir jamiyatda bir turkum yoshlarimiz bir yak bo'lsa, xizmatga o'rilish bo'lsa, nech pul maosh berdi ekan, nech pul ish haq berdi ekan deb so'rashdi ekan. Oldindan biz o'zimizga bunda bir o'lcham qo'yish kerak deb o'ylab qoldim. Men shu 1000 qo'y maosh bersa, shuningga muvofiqmi? Ashunchalik iqtidorim bormi meniki deb o'ylashimiz kerak ekan. Endi ikkinchi masala, bunaqa Abu Bakr siz javob bering. Siz turmushga qanday qaraysiz? Turmushga ishonch bilan bak go'zal qarayman-da. Turmushni biz o'zimiz go'zal o'ylasak, eng go'zal. Biz kashkicha shu ko'ngil g'ashligi, xotirjamsizlik ishlarni o'ylab olsak, kundi ko'nglimiz mayuslar o'tar ekan. Turmushni haqiqiy tushunsak, turmush qo'yniga cho'ksak, turmushning bizga ato qilgan xo'shaligi, ro'yi boyligi biz o'ylab boqmagan tasavvur qilolmagan darajada shunchalik cho'ng bo'ldi ekan. Oxirgi bir nuqta, bir masala. Nurgul sizdan so'rab baqsam, siz baxtga qanday qaraysiz? Baxt deganda bir odamni huzurdigan narsa emas u. Mush atrofimizga hamma odamlar bilan mushlar bir tang huzur olsak deb o'ylayman men. Hamda izchil yodlab keladigan so'zim har kim o'z taqdirining to'mirchisi degan so'z bilan sening ayg'ing yo'qligini bilib ko'ngling yerim bo'lganda boshqalarning putining yo'qligini sen ko'z oldingga keltir. Boshqalarga ato qilgan xo'shalligimiz, o'zimiz boshqalarga erishgan xo'shalligimiz hammasi turmushdagi, jamiyatdagi kishilarning bizga ato qilgan, biz shularga ato qilgan o'rtaq baxtdir. Yig'ib aytgan joyda baxt degan bir tuyg'u masalasi shundaymi? Shuningcha bu yerdagi tuyg'uniki qanday bo'lishi, baxtning qanday bo'lishini belgilash mumkin. Dunyoda bir kunning ichida o'zini o'ltirib oladigan 100 ming odam bor. Balkim ularning 5 a'zosi intayin sog'lom. Lekin ular intayin baxtsizlik his qiladi. Chunki ular o'zining baxtli tarafini emas, balki baxtsiz tarafini kunda o'ylaydi. Shuningcha bu yerdagi baxt deganning o'zi balkim kishilarningki bevosita tuyg'usidagi masala bo'lishi mumkin. O'rgalamda sizniki bir naqshingizdan birini anglab baqsak qanday deysiz, ha? Bo'ldi. Ben gider buldum, gider. Erzim bayan eylem, gider. Erzim bayan eylem, gider. Mihriban yar kaldı da, hey Gonca gülüm, payda kılay, çöllerde zar yığlar, gider. Qadrli tomoshabinlar, biz bugun bizning ikki yosh do'stimiz bilan ularning hayot kechmishlari va dunyo qarashlari haqida mulohaza qilib bordik. Demak, hayotlik bir odam eshitgan bir qismat. Bu qismatga qanday muomala qilish bir inson hayotini bir baxtlik jarayonga yoki azobli bir kashmishga aylantirishningki asosiy. Shuningcha biz hammamiz mujohil eng to'g'ri pozitsiyani tepish uchun tirishishimiz lozim. Ko'pchilik rahmat, kelar sonda ko'rishaylik.